Ronaldoning oyog'iga bir marta ham kapto tegmadi. Chiqib ketdi jahon chempionatidan. Penaldo. O'rtoq, Ronaldo nimalar qilganini bilasanmi? Dunyoning eng kuchli igroki-yu. Sen aqllilik qilavermasang-chi, hech nima qilmagan, hech nima qila olmaydi ham o'sha Ronaldo. Mana chiqib ketdi jahon chempionatidan. Men Ronaldoni juda ham yomon ko'rar edim. Chunki jamoam bo'lmoq Barselonaga juda ham ko'p gol urgan. Lekin shu kuni kechasi hamma fikrim o'zgarib ketdi. Nimagaligini hozir sizlarga aytib bermoqchiman. Jahon chempionati o'yini vaqtida o'z otasini yo'qotgan. Birinchi oltin to'pini xayriya ehson qilib yuborgan. Portugaliyada koronavirus kasaliga chalinganlarni tuzatish uchun $1 million dan ortiq pulni sarflagan. Nepalda qurbon bo'lgan odamlar uchun $7 million dan ortiq pul ehson qilgan. Undan tashqari o'zini eng ashaddiy fanati kasal bo'lganligida miya operatsiyasi uchun $83 ming prosta takka berib yuborgan. Undan tashqari Turkiya va Suriyada yer qimirlashidan aziyat chekkan odamlar uchun o'zini otelini boshpana sifatida bergan va o'zini oltin butsasini sotib falastinlik bolalarga ehson qilib yuborgan. Va biz bu futbolchini haligacha hayit qilib qo'yamiz. Va bu unga arziydimi? He'll buy!